Sure Al-Haqqa tercümesi 1. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Nihayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Bo'lişi eniq qiyomat. Qiyomat nimadir? Qiyomatning nima ekanligini qandoq bilalaysan? Samud ve Ad qabilalari qiyomatni inkar qildi. Samud bo'lsa odatdan tashqari qattiq ovoz bilan halok qilindi. Ad bo'lsa haddidan ziyoda qattiq va sovuq bo'ron bilan halok qilindi. Allah ularga bo'ronni 7 kecha 8 kunduz üzüldürmey operida qildi. Ad qavmining öz makonlarida halok bo'lib, xorma daraxining po'r ko'taklaridek yotganligini ko'rsan. Ulardan birer odamning qolganligini ko'ra olamsan? Fir'aun ham uningdan ilgarikilar va shaharlari dum ko'mtirib etilganlar, ya'ni Lot qavmi xato ishlarni qildi. Ular Rabbining payg'ambariga osiylik qildi. Shuning bilan ularni Alloh qattiq jazoladi. Shubhisizki Nuhning zamonida cho'ng suv yamrab ketgan chaqda ular sizlarni, ya'ni ajdodinglarni biz kemaga soldik. Sizlarga uni ibrat qilish uchun, esida tutib oladigan quloqlarning uni tutib olish uchun biz shunday qildik. Birinchi qitimliq sur chelingan chaqda zimin va tog'lar o'rinlaridan ko'tarilib, bir-biriga urilib, uvilib ketgan chaqda bu kunda cho'ng ish, ya'ni qiyomat yuz berdi. Osmon yeriladi. Bu kunda osmon qalayimqonlashib, ojizlashib ketadi. Farishtalar osmonning atrofida turdi. Bu kunda Rabbingning arshini 8 farishta boshlari ustida ko'tarib turdi. Bu kunda sizlar Allohga hisob berish uchun to'g'rilansizlar. Sizlar hech qanday bir sirni yoshirib qololmaysizlar. Nami amali o'ng qo'liga berilgan odam xushalliqdan. Bu mening nami amalimni elib o'qib beqinglar. Men hisobotimga muloqot bo'ladiganligimga muqarrar ishongan edim, deydi. U ko'ngillik turmushda bo'ladi. Esil jannatda bo'ladi. Uning mevalari o'ri turgandimi, o'ltirgandimi, yotgandimi, qo'lini so'zibla alalaydigan darajada yaqin bo'ladi. Ularga o'tganki kunlarda, ya'ni dunyodagi chaqlarda yaxshi amallarni qilganliginglar uchun xo'shal-xuram yenglar, ichinglar deyiladi. Nami amali sol qo'liga berilgan odam aytadiki, "Manga nami amalim berilmagan bo'lsa-chu, hisobimning nima bo'lganligini bilmasam edim. Dunyoda o'limim hayotimni oxiratda qayta terilmas qilib oxirlashtirishchu. Mening mol-mulkim menga hech narsaga asqatmadi. Mening huquqim qo'limdan ketdi." Allah davzaqqa muakkil farishtalarga aytdi. "Uni tutinglar, uningga taqoq selinglar. Ondan uni davzaqqa tashlanglar. Ondan uni uzunligi 70 gaz keladigan zanjir bilan bog'langlar. Uning bundaq azoblanishi shuning uchundirki, u haqiqatan ulug' Allohga iymon etmagan edi.
miskinga tamoq berishni targ'ib qilmaydi. Bugun uningga bu yerda uningdan azobni ko'tarib yetadigan do'st yo'qdir. Uningga yiringdan boshqa tamoq yo'qdir. Uni faqat ozg'an odamlarla, ya'ni kofirlarla yeydi. Men sizlar ko'rib turadigan narsalar bilan qasam qilaman. Sizlar ko'rmaydigan narsalar bilanmi qasam qilaman. Ya'ni barliq mahluqot bilan qasam qilaman. Bu Qur'on albatta hurmatlik payg'ambarning Alloh tarafidan yetkazgan so'zidir. U shoirning so'zi emasdir. Sizlar nihoyatda oz ishinisizlar. U kahinning so'zimi emas. Sizlar az va'z nasihat anglaysizlar. U olamlarning Rabbi tarafidan nozil qilingandir. Agar u bizning nomimizdan yolg'onni to'qiydigan bo'lsa, albatta uni qudratimiz bilan jazolaydik. Ondan uning asosiy qizil tomirini kesib tashlaydik. Sizlardan hech bir odam uni qo'g'dab qala olmaydi. Shek shubhisizki bu Qur'on taqvodorlar uchun va'z nasihatdir. Biz shek shubhisiz bilimizki sizlarning oranglarda Qur'on oyatlari shuncha ro'shan turuqliq uni inkor qilguvchilar bor. Qur'on kofirlarga, ular Qur'onni tasdiq qilguvchilarning savobini va inkor qilguvchilarning azobini ko'rgan chaqda albatta hasrat elib keladi. Qur'on muqarrarki sheksiz haqiqatdir. Ulug' Rabbingni mushriklarning iftirolaridan pok e'tiqod qilgan.